Nega sotmoqchisan? Sotaman deb chaqirtirding maktabingga? Maktabda bunaqa telefonlar ishlatishgan, stroga turishyapti-yu. Ha, ishlatamaysan maktabda? Yo'q deyaptimi? Ha, shunga sotmoqchisan. Almashtirib bera qolay boshqasiga. Xuddi o'zingda kasb bor, ukam bo'lganingga yetolmas. Buni obunachilarimga beraman, tuzat. Yo'q. Nechtalik bu? 256 GB. Nima, 13 Pro ga almashtirib bersam to'g'ri kelmaydimi? Yo'q. O'zingdagi mana ishlaydi, qarang. Bu men to'g'ri kelmaydi. XS Max 256. Aytolman-ku, stroga turishadi deb. Obuna bo'lib qo'ysa, men buni xudo xolisa bera olmoqchiman. Nech pul sotmoqchisan o'zi buni? Bunimi $100 bering. 16 Pro bera qolay, hasabi. 15 Pro. Yo'q, Ismoilga aytolman sizga. Mana maktabda bizga qo'yishmaydi. Men o'qiganman, oldin bunchalik strogi emas edi. Yo'q, shunaqa men metroga tushib stroga bo'lib ketdi hozir. Ha, yo'q. Ha, Ismoilga bu to'g'ri kelmaydi. $100 ga berasan buni, to'g'rimi? Xudo xolisa iPhone 10 ga obuna bo'lib qo'ysa, Telegram, Instagramga men buni tekinga bera olmoqchiman, ukajonim. Tuzat. Ekranni tuzatishga, nimasini tuzatish kerak? Ekranni keyin o'sha krishkasini tuzatsangiz bo'ldi. Ekranni o'rta palatasi anaqa. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bo'ldi. Buni ekranni bilan oq krishkasini chiroyli qilaman-da. Obuna bo'lib qo'ygan odamga xudo xolisa bera olaman, ukajonim. San telefoningni. Sotmayman, ko'rdingmi? Barakasini bersin.